Hamma bilan salom do'stlar. O'ynaymiz va biz bilan Iqbol va men. Tushunasizlar? Bari izini qilamiz. Nimaligini Qudratli akam aytib beradi. Ayting. Nimaga osonligini? O'sha biz birinchi marta o'ynayapmiz. Ketdik. Lekin men nimaga mana shu yerga ketyapman desangiz, buni YouTube'da ko'rgandim. Ya. Men tushib ketdim. Men bu yerda noob desam ham bo'ladi. Parkurni nafratlanaman. Meni kutib turing. Men bu joyni nafratlanaman. Iltimos yordam beringlar. Sizlarni laykinglar menga yordam berishi mumkin. Wow. Yo'q. Oxiriga yetgandik. Ya men Roblox parkurlaridan nafratlanaman. Yo'q. Shunday omadsiz bo'lishi mumkinmikin? Do'stlar. Yo'q. Nafratlanaman Roblox parkurlaridan. Yo'q. O'zingiz qansiz? Iltimos to'xtab turing. Nega? Nega? Qaysi aybim uchun? Nega? Ha. Tushib ketyapman. Iltimos. To'xtang, mana kevalak. Yo'q, narsa chiqib qolyapti. Ha. Voy. Yo'q. Kanka. To'xtang. Men Yo'q. Sizni pastdan ko'ryapman. Nikis turibdi ismingiz. Yo'q. Yo'q, va nihoyat men haligi o'lib ketgan narsada turibman do'stlar. O'taxon. Do'stlar, jim bo'laylik, iltimos. Xavfli vaziyatda turibman o'zim. Yo'q. Qayerda yuribsiz siz? Dumalama. Mana men lapatan oldiga keldim. Nega ochilmayapti? Ha. Ko'lab kelyapman sekin. Azoblanib.
Nerede olsam bu? Ay men chiqib ketdim. Mana maysa paydo bo'ldi. Men yurayapman, ketdim. Yo'q, mana seni kut. Uzoq bo'ldi. Ay! O'zini olib ketdi. Yo. To'xta, o'lib qoldim. Men qaramabman u narsaga. Keldim. Haligi Bulg'ariymi? Ha, xuddi. Ko'rgandim. Jigarlar Qudratlar akamizni ham akkauntiga obuna bo'lib qo'yamiz. Kerak emas. Yo. Men o'sha oldi. Lekin chiqib turadi. O'ta xavfli joydamiz. Kimdir men ham ketdim, qaytasiz. To'xtang, men ham kelyapman. Coca-Cola deydi. Eshitildi ichayotgani, qo'llatib. Men ham. Jumatni bitta opamizdan paydo bo'ldi. Kompyuterda oson bo'ladi deb o'tishgandi. Kompyuterda qiyin bo'larkan. Telefondan ko'ra. Qo'llarim terlab ketdi do'stlar. Yo'q. Nega qatyapti? Yo'q, nega qaramaysan? Do'stlar, sharmandalik. Yo'q. Nimaga hafdan tushib ketganimdan keyin yiqilib ham tushdim. Skype'ga keldik. Men bu o'yinga qaytib kelganim bo'lsin. Yo'q! Mashhur Robel. Meni yutqazaman. Nima? Boshlama. Bo'larkan-ku. To'xtang, kelyapman men ham. Qaytasiz. Va do'stlar, qiynalib bo'lsa ham
o'tib oldim. Oyoqlarim terlab ketdi, hamma o'tim terlab ketdi. Do'stlar, hozir bizda 15 bo'ldi, soat 15:01. Do'stlar, iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bizga ham video qilish qiyin, oson emas. Bir kishi aytgandek, oson narsani o'zi yo'q. Oson shuni ham bo'pti, buni nazarga olmaymiz. Reklama ko'rish evaziga mana bunaqa antilardan sotasiz. Yo'q. Do'stlar, meni qiynab tashlashdi. Ezidan normal o'xshayapti. Yo'q. Nega? Yo'q. Ezidan normal, to'g'ri, seriously, ezidan vashi normal. Shu ham osonmi, qiyinni qanaqa bo'lar ekan? Voy, yurish kerak. Aynan shu paytda tiqish kerak-ku reklamani. Va nihoyat. Oxirgisi. Men Robloxda hamma narsa oson bo'ladi degan ekanman. Nega? Telefonlar xarob. Hammamiz yoshligimizda telefonda Robloxda ochib ko'rganmiz. Nega kompyuterda bunaqa ekan? Mana pishloqlarga jang qilamiz. Pishloq? Qo'shma. Siz o'shalardanmisiz? Meni ventilyator fulllaydigan joy bor-ku. Ignalar bilan. Do'stlar, sharmandalik. Va nihoyat do'stlar, hamma narsani oxiri bo'larkan. Xudotulla aka. Nima? Do'stlar, nima bu qiyinchiliklar? Ko'ryapsizmi? O'ynashni ham o'z ahvoli bor. Qiynalamiz. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda shu videolar 20 dan ko'p like yig'sa, biz bu videoni jiyanlar bilan ham chiqaramiz. Ya'ni do'stlar, agar bu videoni davomini xohlasangiz, 10 ta obunachi va shu video ostida 10 ta like bo'lishi kerak do'stlar. Va obuna bo'lib qo'yib, men sizlar ham xohlashingizni yozib qo'yinglar. Sizlar va AI Music, ya'ni Steel Pro video o'chiryapti.